Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun mana ish jarayonidamiz, katyolarimizni terib qo'ydik. Bitta o'rab, kraskalarini qilib, chiroyli qilib jo'natib yuboramiz. Mana hozirchalik tayyorlari. Papka holati. Yo'q, ishning holatlari. Ustakalarimiz ishlashyapti. Mashinalar tayyor bo'lyapti, xudo xolasa. Bugun ikkita Samarqandga zakazimiz bor. Xudo xolasa ikkita chiqaramiz buni ham. Ko'rsatamiz. Kimga shunaqa katyollar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Chiroyli qilib hal qilib beramiz. Barcha turidan bor. Boshqa zakazlarga, yangi zakazlarga 10 kungacha tayyorlab beramiz. Uzog'i 10 ish kunida tayyorlab chiqarib yuboramiz. Aloqaga chiqinglar. 99lik kodi bilan 100 5293. Mana ko'rib turganlaringdek ish jarayoni qizg'in, lazerlar hammasi ketyapti.